Bugun O'zbekiston Davlat drama teatrida 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan bayram. Olamiz. Birinchi kadrimga tushib berishingni qara. Sразу. Sразу ko'rarkansiz. Ben oldin kiygan, zritel kiyganda qo'limizni tushiramiz. Assalomu alaykum. Chiqqaningizdan keyin o'chirib ushab turgan joy boshida yog'ini kim ko'radi bilmayman men. kirib ketganingizdan keyin o'chirib qo'yaveraman. Tomoshabin ham ko'rib chiqib ketsa ham bo'ladi. Kачество 1080 Full HD. Bo'ladi? Ano. Makkech. Ha. Yo'dan ko'ra. Boyni bolasi bo'ladi. Bo'ladi. Faqat Sen bolaning chiqarasiz o'tiramiz. Biz kapsiz ko'ramiz. hozir qani? Yo'q, ko'rinadimi yo'qmi? E'tibor men odamga qarayapman. Ko'ryapsizmi, sizda ham operatsiya orqada narsalarni ko'rish kerak. Undan fokusni olish kerak. Siz buni ko'ringiz, reni ketgan, bunaqa ko'ra olmaysiz buni. Hozir siz tavsiya bosmagansiz. Qanday olsam ekan? Kim oldi meni? Nima bu? Videochilar. Nodirjama. Ben ko'rmay qoldim sizni. Maslishimdan. Siz yo'q, ustingizda Tarakan ekansan. Tarakan ko'rmay qolamsiz. siz bu yerga nimaganda? Bor ves bilan tashab. Ha, ya mayli. Ha. Bugun giroy bo'ldim. Men boqmayapsiz sizni. Qarang, bunaqa yaxshimiz yo'q olib ko'rmayapsiz siz. Yo'qsiz. Hiç o'zgarmadi. 10 kun uzatdim, 130 kerak, 10 kun uzatib o'lchasam 134 bo'ldi. 3 kilo sen bana 150 kilo odam bundan qoldingmi? Ha, men oldin siz buni qatnamayapsizda. İşte var da seninkiler. Nega ish tug'ilmayapti? Orqada sen ko'rayapman. Ne sonucu geçin? Bektan çıkışmadı. Свет озарил мою больную душу. Bu spektaklda boshini o'chirib berdim. Tugab keldi. Tugatishadi, buni ko'rganimda baribir buncha qiziq emas. Men chiqib ketdim. Sen o'zing o'ynab bersang ham bo'lardi, shuncha odam bor. 18 odam. Mono spektakl qilib. Bu spektaklda bosh bo'lib ketdim o'zim. Qanaqa ketyapsan? Suv olib keldim. Ilhom olib kelmadimi? Qazim. Ilhom olib kelmadimi? Salat tarafini olib keldim. Olib keldimi? Olib keldim-da. Bu suv olib keldim. Boraymi birga? Bo'lsa yur. Yürüyor musun? Hiçbir gereği basın. Az kerak olib shu. Baribir hiçbir gereği emas. Baribir hiçbir gereği emas. Shuni topib ketsam. Menga hammaga kerakman. Men hammaga kerakman.
Bugun 8-martga xotin-qiz ayollarning bayramiga shunaqa sovg'alar oldik. Bu yorug'lik yetishmabdi. Ben çıkıp geleyim. Kim yoksa Mut geçir hadi. Evet, o gitarist dediler. Ne olarak geri tarzı? Bir-birida o'tib ketadi. Bu bo'yi baland, bo'yi baland odam bo'landi-da. Bu bo'yi baland bola kim ekan deb o'ylashingiz mumkin. Men she'rigim deb. Böyle. Tushib ketib qoldi. Bo'yi baravar ko'rsataman. Hozir chiqamiz. Qisqartirib olmoqchi edi spektaklni. Salom. Salom. Yaxshimisiz? Chaqqansiz. Haqiqiy keldi-yu, haqiqiy. Yana jivalar bir yoqqa chiqsin ko'rsatadi. Ha, ichkarini tayyorlanib chiqing. Akıllı insan desem siz bakmışlar. Hoca Nasreddin. Bu deyman. Eshagingiz yo'qolib qolibdimi? Ha, shunday bo'ldi. Bu chakki bo'libdi. Shu bir savol-da. Xo'sh. Eshak aqllimi yo inson aqllimi, ha? Shu savolni bergan odamdan eshak aqlliroq bo'lsa kerak-ku. Bog'ladingiz. Hasanno. Hozir oldingizga chiqing. Uka, o'zimizni panoramni qo'y. Qancha bo'lsin desa, nima? Shu chirog'ingiz yoqmaydi dedi.
Qizib ketadi-da unda. Shunaqa qiziydi. Spektakl, sahna orti. Ona. Leyli deydi. Leyli. Ona. Ey Dilrabo, ko'zmunchoqqina. Onamga tortganmanmi, otamgam? O'ylab berganiga tortgansan. Men Ja'far Yovuz Ja'farman. Nimani? Anitani nimasi bor-u, proyektlari bor-u da. Bolalar, biz siz bo'lmayapti-ku mana. O'zimiz qilyapmiz hammasini. Bayrammish. Men kesishib yubormoqchi edim aniq. Qo'lim zanit. Mana Bahona jarg'ariylar. Yo'q, bu kesib. Suvsiz qilasiz, baribir to'g'rimi? Ha, muzika qo'yamiz. Muzika qo'yib yuborasiz. Muzika qo'yib yuboraymi? Ha, qo'yib yuboring. Aktyorlar mana chitka jarayonida. Nima deysan men? O'qib. Grinda tanimagan bo'lsang kerak. Teatrda tadbir. Shunga tarixda qolsin deb. U yoqdan bu yoqdan har xil kadrlar qilib qo'yaman. 8-martga atalgan. O'shanga hamma ayollarga bayram qilib berilyapti. Sıkılmaydı değil. Bekorga sıkılmaydı. Mana Gelmişler lan. Bak aytganing ha. Shunaqa. Biz buni xalqlarimiz bitta akt bilan bezagini olib kelib beramiz. Hop. Вот я. Xo'sh. Ha, o'zi tepalikdan qo'rqadi. Tepaga chiqsa qaltirab ketyapti. Menga narvom kerak. O'zi kim bo'lib ishlaysiz? Qanday sardo?
Mayli, ishlasin. Birinchi mehanda. Jigarlami? Yo'q. Terak. Yangi yetirak. Oziz ko'rdi. Ha, achki yo'q edi. Achki yo'q edi. Shuni nozbuqonlarga kiring. Bo'ldi, ruxsat deydi. Bosuvrida. Suzing. Oshsan. Fayzimiz biz. Hamma sajgovkasi bormi? Ham bir ishlatmas, ham bir ishlatmagan. O'rta bo'lgan to'y bo'lyapti. Ovozidan taniyman. O'sha yaxshilar yo'q. Muhabbat xonim Abdullayevaga Guldiroz qarsagida. Bo'linglar, salomat bo'linglar. Yigitlarimiz rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, Muhabbat xonim. Shakarsiz. Rahmat. Xo'p. Voy. Bosh ustiga boshlaydi. perfect night tonight. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Let's light up the sky. Let's light up the sky. Mana bugun 8-mart 2026-yil. 2026 dedim-ku. Oshib beraylik hocam. 6-mart, 8-mart qilib berdik teatrdagi qizlarga. Mana hamma ovqatlarni o'tiribdi mana. Ana. Endi biz ham osh yedik, lagan yetmay qoldi. Mana lagan qo'shadi. Mana olib beramiz. Bo'ldi. Mana.
30 yillardan keyin Azam akamni eslab o'tib Eslaymiz. Farruh aka. Hop, taassurotlar qalay aka? Nima qilay? Taassurotlar qalay? Taassurotlar. Ничего не понял deydi. Boshqa marhamat. Ol. Menimcha Hurmatli azizlar, qadrdonlar, hamkasblar, endi oilasiga borish kerak. Bugun iftorlik qilindi. Shu iftorliklar yaxshi niyat bilan Yunusjon do'stimiz niyat qilgan ekan. Yunusjonni topganiga Xudo baraka bersin, mollariga bosh bo'lsin. Ehson qilib, ayol do'stlariga bugun dasturxon yozdi deb shu niyat qilgan ekan. Yunusjon sog' bo'lsinlar, jonim qo'sha qolsin, baxtli bo'lsin. Ruxsatlilar bilan hozir sabr aytgandek, duo qilamizda yetishib soliga osh kelagachday sabr aytdi. İnsanlar İslam'a uyuyor, gastronomi diyorlar, İslam'a geliyorlar. Videolar, fotoğraflar, kameralar. Ular bolilarga kelmasa, bugün Mustafa Bahmadiyat qilmoqda. Vaqt masalasi, kategoriyalar. Gap hurmatli degandek, hurmatli. Qarang, qadrdonligimiz, turligimiz hurmatli. Agar insonlar ba'zilariga olsin, yaxshi niyatlarimiz. Allohim jamoamizni ahilligiga ko'z tegmasin. Inoqligiga ko'z tegmasin. Shunda bizni teatrimizni, jamoamizni, umuman teatrda ibratxona deyishadi. Bizni jamoamiz haqiqiy ibratxona bo'lishini Alloh nasib etsin. Yosh katta hammalarini shu duoda qo'l ochtirganlarni Allohim sendan so'raganlar bor, umid qilganlar bor. Shuni afzalni bergin, xayrisini bergin, barakotlisini bergin. Bu dunyoni jamiki yomonliklardan, mashaqqatlardan omonda saqlagan, ikki dunyo baxtiga, saodatiga yetishlariga Alloh o'zi nasib aylasin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rohim. Allohu akbar. Vaktimizga sog' bo'linglar. Azal yaratganda Xudo, shirin so'zga jon Xudo, ayoldir u. Orzusidan kechib goh, yori uchun qilgan vafo, ayoldir u. Yo'lga ham ketgan do'stlari
Tamamım benim mi? Yüreğini iki asmasın. Bularniki tuganmas bo'lib ketdi. Ya ne lazım? Mas, хорошо. Serial bo'ldi. Vallahi. Ana şu bo'lganligi bu. Şu teatrni birlashtiradi. Şu sizlar bilan, mana shular bilan birgalashtiradi. Nima dey? Sizlardan haligi yuksakroq dunyoda hech kim yo'q, to'g'ri? Rahmat. Sog' bo'ling. Yo'q. Bo'lgan emas. Alloh taolaning yaratgani eng yuksak ayol bo'ladi. Boshqatdan bo'lmaydi. Erkaklar juda ham osmoni palakka chiqib ketgan paytda ham, juda ham katta parvozlar qilgan paytda ham sizlar bilan teng bo'lardi xolos. Sizlardan tepib bo'la olmaydi. Iloh hayotga shu hayot beradigan, bizni qiladigan, hayotimizni davom etkazadigan sizlar. Alloh taolo sizlarga ana shunday hech kimga bermagan imkoniyatni bergan sizlarga. Buni so'z bilan, boshqa bilan ifodalab bo'lmaydi. Qulluq borliklaring uchun. Ustoz, endi ruxsat bersangiz bilan raqsga tushmoqchi. Shunda. Uzun
voy dod bayram zo'r bo'ldi a Ra'no opa. Lekin mana ahvol. Ahvol mana idish tovoq Idish tovoq yuvish yomonda. ajab bo'ldi. Iltimos ikkita idish tovoq yuvilgan olib kelinglar. Bayramimiz bunisi chiqaryapti.